Hammaga salom. Bugun bizning birinchi Minecraft dunyomiz, birinchi videomiz qo'yiladi. Videoda sal qochishlar bo'lsa uzr so'raymiz. Hozir dunyo ochib olguncha kutib turamiz. Mana dunyomiz ham yaxshi ochyapti. Hozir bu nastroyga o'tib qolibdi. Hozir nastroy kontrolni olamiz. Joystick va aim crusherga qo'yamiz. Endi boshlaymiz. Birinchi mana shu shakar qamishlarni olib ketsak yaxshi bo'ladi. Tez borib olib olamiz. Keyin daraxt chopsak ham bo'ladi. Mana shu orolchadagi yolg'iz daraxtni chopamiz. Juda yolg'iz ko'rinyapti. Shuning uchun shu bittani chopib ketamiz. Daraxtni chopamiz. Bir xil odamlar faqat shu pastdagi bo'yi tengisini ikkitani chopib ketadi. Biz hammasini olib ketamiz. Buni qo'yib qo'yish kerak. Chopib qolganini ham olamiz. Hozircha 6 ta daraxt bo'ldi, bizga yetadi. Nima gap? Tinch. Tovuqlar ham kuchayib ketganmi? Endi bizga verstak kerak, verstak yasab olamiz. Endi yog'och kirka yasaymiz, korna tushish uchun. Birinchi o'q toshga olamiz. Birinchi o'q tosh chiqish kerak. Bu tosh qachon bor ekan? Olamiz. Yangi aslini yasash uchun. Bu joylarni sal tezlashtirilgan, shuning uchun kutib turaverasizlar. Bizga hozir 25 ta tosh bor, shu yetadi. Hamma narsani yasashga. Aytib chiqib oldik. Endi bolta bilan tosh kirka yasab olamiz. Bizga ko'p kerak bo'ladi. Crafting table'ni ham olib ketamiz. O'zbekchasi yasash stolimida shunday. Bu tovuq bizdan qochayotgan edi, biz uni olib ketamiz. Bechora tovuq. Mana shu bo'rini aslab olgan bo'lardim. Lekin suyagim yo'q. Ismim Bobek edi. Bu tovuqni ham olib ketamiz. Bizning qornimiz ochib qoladi. Biz cho'chqalarni olmaymiz. Agar chuqur bo'lganda hozir o'lgan bo'ladi. Endi uy qurish uchun yaxshiroq qishloq yoki tekisroq joy qidiramiz. Men hozir telefonda o'ynayotganim uchun chanklar yaxshi ochmayapti. Biroz kutib turamiz. Shu yer juda qiziqarli chiqqan. Shunchaki tez bu yer tezlashtirilgan. O'zi Minecraftda bunchalik tez tuzmaydi.
Hozir o'zimizga yotoq yasashimiz kerak, shuning uchun qo'ylarni chopamiz. Yana ozuqa ham kerak, uning uchun ham qo'ylar kerak. Shu yerda qo'ylar bo'lsa, hamma qo'ylar olib ketamiz ozuqa bilan. Tovuqni ham olib ketamiz. KFC qilamiz. Bu ham bitta qo'y, buni ham olib ketamiz. Hozir bu Minecraftning 1.21.81 versiyasi. Ko'p narsalar yangilangan ekan. U sigirlarni ham olib ketamiz. Go'sht ko'proq jon beradi. Yana sigir. Buni ham olib ketamiz. Hali biz ko'p konga tushsak, ovqat kerak bo'ladi. Shu konga tushib ko'rsammakan. Yo'q, tushmasammakan. Tushib ko'raman. Tushaman. Mana shular olib ketaylik. Pishirishga kerak bo'ladi. Ya'ni sal tezlashtiramiz. O'zi ko'mirlar ko'p bo'ladi. Ana qaziq ham oldik. Endi konga tushamiz. Menimcha katta konga o'xshayapti. Konga tushishdan oldin fakil yasab olamiz. Bizga juda ko'p fakillar kerak. Bir stagu 8 ta bizga yetadi. Stolni ham olib ketamiz. Keraksiz narsalar tashlab ketamiz. Bu kerak emas, bu kerak emas. Bo'ldi, qolgani kerak. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Tez olishga kerak bo'ladi. Bitta temir yo'q, kerak emas. Bu ko'mirlarni ham olib ketamiz. Bizga ko'mir juda ko'p kerak bo'ladi. Tez kovlab olamiz. Ana kovlab ham bo'ldik. Endi bizga temir kerak. Bu yerda temir yo'qmi deyman. Bu yer juda chuqur ekan. Agar tushib ketsam o'laman. Tushsammakan yo'qmi, sakrasam baribir o'laman. Bu yer boshqacha ko'rinar ekan juda ham. Hozir tepaga qaytib chiqishim kerak. Men bu yerda o'lishimni bilmagandim. Va yana boshiga qaytib qoldik. Endi kon topish uchun yerga qaziymiz. Faqat pastga qaziymiz. O'shanda kon chiqib qolishi mumkin. Moblar yo'q joy qidiramiz va mana shu yerdan pastga qazsam bo'ladi. Buni ham sal tezlashtiramiz kon chiqqunga qadar. Va yaqinda juda ham ko'p kovladik. O'yin temir topdik. Temir ko'p kerak bo'ladi. Kon ham bor ekan. Mana yana temirlar kovlab oldik. Bu yerdan ham chiqamiz. Bu yer katta konda o'yladim, lekin eshitma yo'q ekan bu yerda. Va men pastga kovlashda davom etamiz. Bu yerda nimanidir ovoz kelyapti. Hech narsa yo'q ekan. Yana pastga kovlaymiz. Qayerdadir konga tushdim. Yo'q, skelet otyapti. Yo. Shunda ham joyda paydo bo'laman men. Hozir o'laman. O'ldi-ku. Yana boshdan paydo bo'ldi. Endi mana temirlar pishira olish kerak. Shu yerga bitta pechka yasab pishira olamiz. Tum bo'lsa ham. Yarmini bunga qo'yamiz, yarmini bunga qo'yamiz. Bu zombi ham orqadan kelar, chopamiz zombini.
Yonmay zombi bizni chopyapti-ku. Ey. Yarimta jon bilan zombini chopamiz. Bitta jon bilan. Bitta jon qoldi. Go'shtini sheduz yeyveradi. Uloq kerak emas. Uloq tashlayveramiz. Tushmadi. Tashlayver. Keyin tashlaymiz. Temirni ham qo'yib olamiz. Keyin go'shtlar pishira olamiz. Bundan keyin hozir uloqni tashlaymiz. Uloq kerak bo'lmaydi. Hamma joyda topsa bo'ladi uloqni. Graviy ham kerak. Mana shu yerga qo'yib ketamiz. Mana temirlarimiz ham pishiryapti. Olamiz. O'zimizga aslaha yasaymiz. Kirka yasaymiz. Birinchi o'p temir kirka yasab olamiz. Bizga konda kerak bo'ladi. Tapor ham. Hozir qolgandan nima yasasak bo'lar ekan? Bosh kiyim yasaymiz. Yana bitta temirimiz qoldi. Bizda 4 ta temir bor. Hozir bu ham pishsa, ovqat qo'yib olamiz. Jonimiz to'ldirish uchun ovqat kerak. Bitta zombi menga qarab kelyapti. Juda tez keldi. Yarimta jon. Hozir buni o'ldiraman desam meni urib qo'yadi, shuning uchun qochaman. Hozir urib qo'ysa lekin yana boshlanadi. Shunda harakat qilamiz, tepaga chiqib olamiz. Tushib ketdim. Yonmay qocha. Olovda yonyapti. Yon. Hozir o'ladi. Mana o'ldi. Go'shtini olib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi. Ovqatlarimizni olamiz. Ikkita qo'y go'shti. 4 ta mol go'shti. Qo'y go'shti kamroq berganim uchun birinchi qo'y go'shtini yeymiz. Jon to'ldirish uchun. Bu qo'yni ham olib ketamiz. Karot yasash uchun kerak bo'ladi. Biz hozirgacha karot yasamadik. Qishloq topsam yaxshi bo'lardi, lekin bularni ham olib ketamiz. Hozir telefonim yomon qotyapti. Shu YouTube'ga video qilib pul ishlamoqchimiz o'zi. Hammasini olib olamiz. Go'shtlar ham pishyapti. Yetmay qolsa bitta qo'yib qo'yamiz. Bu birinchi videom, shuning uchun bizga motivatsiya bo'lish uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Qo'ldan kelguncha. Hozir endi survival qilamiz. Qishloq topishga harakat qilamiz. Hozir menda shu yerda karot yasab olsam bo'ladi, chunki junlarim yetishi kerak. Shunda junim bor ekan, karot yasaymiz. Bizda yog'och yo'q ekan. Bitta yog'och olib olamiz. Bitta yetsa kerak.
Bitta olamiz, karot yasaymiz. Bizda karot ham bor endi. Bitta yana nima yasasak, bitta yog'och olamiz. Bizga yog'och kerak bo'ladi. Bitta qalqon yasab olamiz. Qalqon ko'p kerak bo'ladi. Bo'ldi, hammasini yasab oldik, endi qishloq qidiramiz. Shu to'g'riga qarab boraveraylikchi, qishloq chiqib qoladi. To'g'rida ham suv ekan-ku, qayoqqa qarab ketamiz endi. Xo'p. Changlar otishini kutib turamiz. Shu tomonga qarab ketaylik qani. Cho'chqamidi u? Qo'yni ham olib ketamiz, go'sht hozir ham kerak bo'ladi. Suv hamma joyda. Shakar qamishni olib ketamiz. Sehrlash dori yasashga kerak bo'ladi. Kitoblarni yasashga. Lekin hozirgacha Minecraft o'ynaganimda biron marta drakonni urmaganman. Shu o'yinda urishga harakat qilamiz. YouTube'da ko'plarni ko'rganman, 100 kun o'ynaydi Minecraft'da, ular kompyuterda o'ynaydi. Juda chiroyli chiqadi. Hozir men ko'p mod qo'ymaganman, lekin baribir ularnikidek bo'lmaydi. Telefon bo'lgani uchun qo'yni ham olib ketamiz. Men hozir shader qo'ya olmayman, telefon qotadi. Shader bo'lsa chiroyli bo'laydi, lekin bu qo'y bilan bu nima qilyapti bu yerda? Qo'yni chopamiz. Bu qo'yni ham olib ketish kerak. Ovqat kerak bo'ladi. Men o'zim Minecraftda shu uyquli ferma bilan shu narsalar yasashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bizga juda ko'p texture kerak bo'ladi. Qulayroq bo'ladi texture qiyaliklardan ko'ra. Bitta qovoq olib ketamiz, buni urug'ini ko'paytiramiz. Bu yerda oltin tovuqlar bor ekan. Chicken jockeyga o'xshagan. Lava chickenga o'xshagan. Olib ketamiz. Bu yerda lava chicken. Buni ham olib ketamiz. KFC qilamiz, KFC. Hozir endi qishloq qidiramiz. Villagerlar ko'paytiramiz. Daraxt sotamiz ularga. Cho'p sotamiz. Minecraftda hech qachon Wizard 3 ta kallasini topolmaganman. Bir marta bittasini topdim. Undan keyin u dunyoga uchib tashlaganman. O'yinjuda qotgani uchun ko'p o'ynagim kelmaydi. Shuning uchun YouTube'ga video olayman. Hozir qishloq topish uchun chanklar ko'paytiramiz. To'g'ri olamiz. Uzoqroq joy ko'rinadi. Shunda qishloq topish oson bo'ladi. Uzunlikni bekor o'chirdim, qayta yoqib qo'yamiz. Ekran uzoqlashadi, o'shanda yaxshiroq ko'rinadi. Bu yaxshi bo'ldi. Endi qishloq qidiramiz. Tepaga chiqsammi, bu yoqqa ketaman. Tekislikdan qidiramiz. Tekislikda qishloqlar ko'p bo'ladi. Bu sigirlar nima qilayotgan edi? Uni ham chopamiz. Bizga go'sht kerak, go'sht.
Lava chekkinni bolachasimi bu? Yo, nima deyapti bu? Shuning uchun shu sigirni olib ketamiz. Shu qilgan ishi uchun. Seni deb boshqalar o'lib ketdi. Lekin sen hali yoshsan. Bizga tupurgandek boshqa joyga ketib qoldi. U yerda qishloq bor ekan, qishloqqa boramiz. Ko'zi yomon o'tgan odamman. Mana shu samozni olib ketamiz, non qilamiz. Bu yerda g'oram bor ekan, g'orga ham kirib ko'ramiz keyin. O'zi Minecraftda menga mining qilish yoqadi. Yana kimga mining qilish yoqadi? Kommentariyaga yozib qo'yamiz. O'zi Minecraft o'yinchilar 3 ga bo'linadi. Shu mining qiladiganlar, keyin survivalchilar, yuradiganlar, keyin redstonechilar bo'ladi. Qurilish qiladi. Bu qishloqda o'rganib chiqamiz. Bu qishloqda uylar juda kichkina ekan. Bitta yotoqdan boshqa ishtimasi yo'q, sandig'i ham yo'q bechalardi. Hozir mana shu somonlar olib ketmaganimga afsuslanaman. Video davomida ko'rasizlar nima bo'lganini. Hozir bu temirchini uyi ekan berdim. Yaxshi narsalar bo'ladi. U obsidian temir bor ekan. Hammasini olib ketamiz. Portal yasashga kerak bo'ladi. Sehrlash stoli bilan. Bu nima sotdi ekan ko'ramiz. Sehrlangan qilich sotdi ekan. Farak bilan farak. Yo'q, bular bo'lmaydi. Ana qishloq hammasini yig'ib oldi. Bo'yni oson bo'lar ekan. Shuning uchun shu qo'yni chopamiz. Yesanib ketdi-ku. Kirka bilan chopamiz. Qochib ketdi-ku. Bitta chopamiz. Mana oldik. Endi boshqa o'ylarga ham kirib ko'ramiz. Galim ham bor ekan. Galimga tegmaymiz. Bir marta yaxshilik qilaylik. Chanklar oshirganim uchun sal qotyapti. Keyin o'chirib qo'yaman. Hozircha turib tursin. Shunday uzun uyda bitta stoldan boshqa hech narsa yo'q. Nimaga buncha uzun? Yotoq ham yo'q ekan qizig'i. Tez uylar aylanib chiqamiz. O'zimizga uy ham qurishimiz kerak. Shu qishloqda qolaveramiz. Qishloqlar ko'paytiramiz. Keyin ko'pgina emirotlarga ega bo'lamiz. Ulardan bekin yasasa bo'ladi. Bekin ustiga qo'yamiz keyin. Qishlog'imiz topish oson bo'ladi. Bu sandiqda nima bor ekan ko'ramiz. Bu sandiqda ham yaxshi narsalar bor ekan. Olib ketamiz hammasini. Temirni olamiz, temir kirkalar olamiz. Nonni olamiz. Nimani o'rnga qo'ysam ekan? Kiyim olamiz. Bizda full kiyim bo'lishiga ozgina qoldi. YouTube'da ko'rdim, shu tepasida ham sandiq bo'ladi. Bir qarab ko'ramiz. Yangi abdonlikni olib tashlagan bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rinmayapti, bitta tosh qo'yib olamiz. Endi qaraymiz. Sandiq bormikan? Yo'q, sandiq yo'q ekan. Menimcha YouTube'da yolg'on bo'lgan yoki yangi versiyada olib tashlagan. Menimcha YouTube'da yolg'on bo'lgan. Yopib ketamiz. Qorong'i ham tushib qopti. Endi uxlaymiz. Yotoqda qo'yib shu yerda uxlayveramiz.
Uyda havo bo'lmagani uchun shu tashqarida uxlaymiz, toza havoda. Osmonga qarab uxlaymiz. Endi uxlamoqlik, endi uy qurish kerak. Shu o'rtalardan uy qurib olsa bo'ladi. Mana shu o'rtadan uy quramiz. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. O'zi zombining go'shtini olib qo'yamiz. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Qornim ochibdi, go'shtni olamiz. Uy qurishni boshlaymiz. Uy qurganda sal tezlashtirganman. Juda ko'p vaqt ketgan. Yana sal qotgan ham. Shunga ko'p vaqtim ketib qolgan. Hozircha boshlang'ich uyga bo'ladi. Nimagadir hamma shu anoni chetga qo'yadi. Men shuni o'rtaga qo'ydim. Shu joyda juda boshqacha bo'lib qolibdi. Hozir bu yerda xatolik bo'lib qolgan. Hozir dedim. Bu yerga hozir to'g'rilaymiz buni. Bizga daraxt kerak, daraxtlar olib ketamiz sandiq yasash uchun. Bu temirchi. Mana to'g'rilaymiz hammasini. Bo'ldi. O'sha temirchini eslab qolamiz. Qaytib ko'ramizmi yo'qmi? Nimaga o'rmonga kirib ketdi u? Endi bizga uy qurish uchun toshlar kerak bo'ladi. Hozir hamma narsani sandiq yasab qo'yib ketamiz. Keyin yertaga qarab kovlaymiz. Hozir birinchi videom bo'lgani uchun yaxshi gapira olmayman endi. Yana videolar chiqarsak, odam o'rganib qoladi. Sandiqlar yasab olamiz. Shu yerga qo'yamiz sandiqlarni. Hozir bu yerdan pastga kovlamayman. Chunki uyda ichi bu. Boshqa balandroq joy qidiramiz. Narsalar qo'yib ketamiz birinchi. Sandiqqa solib qo'yamiz. Keraklilarni olib qolamiz, keraksizlarni solib qo'yamiz. Bular kerak emas. Bu kerak, bu ham kerak. Pechka kerak. Go'shtlar pishiramiz. Daraxt kerak emas, daraxtlar kerak emas. Obsidianni ham qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, pechkalarni qo'yib go'shtlarni pishira olamiz. Go'shtlar qo'yamiz. A 5 moments later. Mana go'shtlar ham pishyapti. Hamma go'shtlar pishira oldik. Endi tosh kovlagani bo'lsak bo'ladi. Qishloqdan uzoq bo'lmagan joydan chuqur kovlaymiz. Sandiqda non yasab olamiz. Nechta non chiqar ekan endi? 72 ta somondan. Menimcha 20 talar chiqadi. 24 ta ekan. Hammasini olamiz. Mendagi non bilan 26 ta bo'ldi. Bizga yetib qolsa kerak. Bizning go'shtlarimiz ham bor. Mana shu to'g'rilardan kovlashni boshlaymiz. Sherdan kovlaymiz. 4 ta chuqurlik qilib, 3 ta kattalikda.
Bu bir nechta qismli video bo'ladi. Chunki bitta qism qilish uchun telefonim ko'tarmaydi. Bu zombi qishlog'i qayerdan keldi? Bu qishloqda yo'q edi-ku bunaqa qishlog'i. Hozir buni chopib olamiz bolta bilan. O'zimning zombi ovchisiman, hech kim bilmaydi. Ikkovini ham chopib tashlaymiz. Videoda ovozim boshqacha chiqayotgan bo'lishi mumkin. Unisini to'g'rilay olmayman. Haligacha ko'p bilmayman. Kovlashda davom etamiz. Hozir bular qo'lda kovlagan yaxshi kirkadan ko'ra qo'lda tezroq sindiradi. Qumlarda qo'lda kovlab olamiz, yerda. Keyin karkaga o'tsak bo'ladi. Shu bedrockda eng yomon tomon shu zombilar yomon qattiq va tez yuradi. Javoda o'ynaydiganlarga mazza. Ular skeletni ham asta otadi. Bedrockda to'xtamasdan otadi. Toshlar kovlab olamiz. Uyni qurish uchun tosh kerak bo'ladi. Konam chiqib qolsa yaxshi bo'laydi. Kovlashda davom etamiz. Yerdaga qarab ketaveramiz. Bu yerga qo'yamiz. Hozir chanklar pasaytirib qo'yay, juda qotyapti. Bizga 6 ham bo'ladi. Uncha qotmaydi ham bo'ladi shu. Yana kovlashda davom etamiz. Aynan shu yerda videomiz tugadi. Keyingi videolar chiqish uchun kanalga obuna bo'ling. Like bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Hammaga xayr, sog' bo'ling.